To'la Chilonzor 19-kvartalga kelganmiz. Novostroyga chiqqan 3 xona, 2-etaj bilan 3-etaj. Mana ko'rishinglar mumkin, atrof muhitni. Balkonda turibman hozir. Bu birinchi balkon. Bu zal, kirib kelishdagi zal. 2 qavatli uyni ko'rganman, kottejlarni, lekin domni birinchi marta ko'rib turibman, 2 qavatli domni. 2-etaj bilan 3-etaj. Bu tepaga chiqadigan zina, oshxona, hamma mebel texnikalari yangi qo'yilgan, remontlari yangi qilingan. Hamma narsasini qoldirib ketaman deyapti. Pastda bitta sanuzel, tepada yana bitta alohida sanuzel. Tepaga chiqamiz o'rtoqlar. Zinalarni ko'rishingiz mumkin. Patologlari ham baland. 3 xona ham alohida. Xo'p, bu tomonda sanuzel, bu tomonda detskiy. Bu tomonda bitta sanuzel. Buni sanuzel deb yubordim shekilli, spalniy xona. Xo'p. Bunaqa narxga, bunaqa uy, hozir narxini aytib o'taman. Narxi $120 ming. Start uy. Yana o'zingizlar gaplashasizlar kelib. Bu yoqda ham bitta balkon bor. Xo'p, detskiyda ham bitta balkon bor, pastda zalda ham bitta balkon bor. Bu yoqda ham balkon bor. 120 mingga bunaqa uy 80 kvadrat, 2 etaj. Chilonzor 19-kvartal, yoshlik Novostroyga. Past nomer qoldiramiz. Rasmlarni Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Tez aloqaga chiqib bosib oladigan joy.